Assalomu alaykum hurmatli G'oz Scooter kanali a'zolari. Sizlarga yangiliklarimizni taqdim etishda davom etamiz. 3 g'ildirakli tomli modellarimiz ko'rishlar mumkin. 4 xil variantda kimga qanaqasidan imkon qadar topib beramiz. Xo'p, bir boshdan boshlayveramiz. Birinchi modelimiz hurmatli mijozlar. Juda chiroyli, gabaritlari katta, o'lchamlari keng, juda chiroyli ishlangan. Ko'rishlar mumkin. Tablolari katta, uni yoqib ham ko'rsatamiz. Hamma informatsiyasini beradi. Bluetooth'lari bor, audio sistemalari bor, tormozlar jitkisli, Magical pultlari bor, ko'rishlar mumkin. Rama nomerlari albatta bor. Mana bunday ventilyatorlari. Bu modelimizning yonida tentlari bor. Bu model bugun sotuvga chiqdi, shuning uchun tentlarni hali qo'yishga ulgurmadik. Juda chiroyli ishlangan. Orqa ko'rinishi. Zatni kameralari ham bor, shuni ham inobatga olib bersizlar. Juda chiroyli ishlangan model. Sifat a'lo, diskalar saka diska 3.5 ga 10 ko'rish mumkin. Akkumulyatorlari 32 amperli akkumulyatordan 5 ta 60 volt, motor miyalari mintali. Modelimizning narxiga to'xtaladigan bo'lsak, narxi $1020. Vodiy ichi dastavkasi bilan birga. Juda chiroyli model. Ko'rish mumkin. Oldi ko'rinishi, balonlari, old tormoz jitkisli, arqa tormozi baraban. Labovoylari ham katta, dvorniylari elektronik, bakovoylari ham juda katta. Sedenalar juda yumshoq, ko'rishlar mumkin. Orqa sedena ostida ham joyi bor, ko'rishlar mumkin. Ochib, bemalol o'zlaring ehtiyojlaringiz ishlataverasizlar. Fortichkalari bor, tepada apshipkalari bor. Narxi $1020, vodiy ichi dastavkasi bepul. Boshqa viloyatlarga kelishgan holda. Endigi navbat keyingi modelimizga. Keyingi modelimiz ham birinchisidan deyarli farq qilmaydi, lekin gabarit jihatdan, o'lchov razmerlari, eni bo'yi jihatdan farq qiladi. Old tormozlari jitkisli, elektron dvorniy mavjud, yon bakovoylari. Buni tentini qo'yib ko'rsatganimiz sababi obrazец uchun sizlarga uni ko'rish mumkin. Tentin tagida mana bunday magnitlari bor. Yurganda ham chiqib ketmaydi. Ancha sifatli variantda ishlangan. Orqada porchkalari bor. Gabaritli stop chiroqlari ham kattagina ishlangan. Zatni kameralari mavjud. Orqada maxsus dugasi ham mavjud. Xo'p, bir narsa e'tibor berishlarini so'raymiz. Bu modelimizni mana bu detallari temir. Bu modelimizda esa plastmas. Shunga ham e'tibor berasizlar. Xo'p, akkumulyatorlar 32 amperli akkumulyatordan 5 ta qo'yilgan, motor miyalari mintali. Xo'p, salon qismini ko'rsatadigan bo'lsak, tablolari, old tormoz jitkisli, yoqib ham ko'rsatamiz. Zatni kameralari ham mavjud, ko'rishlar mumkin. Hamma informatsiyani aytadi, zaryadga, yurgan kilometr, tezlik hammasini ko'rsatadi. Ko'rishlar mumkin. Juda chiroyli ishlangan. Buni ham sidena orqasida maxsus joyi bor va mana bunday pashshaxonalari ham mavjud. Juda chiroyli ishlangan. Bu modelimiz narxi $1030. Vodiy ichi dastavkasi bepul. Keyingi modelimiz, hurmatli mijozlar, ko'rishlar mumkin. Birinchi modelimiz bilan razmer jihatlari bir xil. Yonlari ham mana shunday temir, ko'rishlar mumkin. Tepa qismlari plastmas. Yonida salafan tentlari bor, salon qismi. Deyarli salon qismi ham birinchi modelimiz bilan bir xil. Buni ham tablolarni yoqib ko'rsatamiz, hurmatli mijozlar. Bunda ham hamma ma'lumotni aytadi, lekin bunda zatni kamera yo'q. Old tormozlari ham, orqa tormozlari ham barabaniy. Buni ham orqa bagaj qismi ochiladi. Salafanlarni ko'tarib qo'ysalar ham bo'ladi. Orqada porchkalari bor, arqa stoplari ham uzun, chiroyli ishlangan. Motor quvvatlari 1000 watt. Akkumulyatorlari 20 amperlikdan 6 ta. Shunisiga e'tibor berasizlar. Bu ikkala modelimizda 32 likdan 5 ta bo'lsa, bu modelimizda 20 amperlikdan 6 ta ishlangan. Old ko'rinishlari mana. Old ko'rinishi ham chiroyli, rangi ham neobычный rang. Tepalarida apshipkalari bor. Quruq temirda o'zbas ko'rishlar mumkin. Materialli apshipkalar ishlatilgan. Sedenalar yumshoq. Salafanlari ham yaxshisidan. Yarmi salafan, yarmi mana bunday plashovka material, suv o'tkazmaydi, ko'rishlar mumkin. Juda chiroyli ishlangan. Bu modelimizning narxi ham $1030 chiqadi. Vodiy ichi dastavkasi bepul. Va nihoyat oxirgi modelimizni ko'rsatib o'tamiz, hurmatli mijozlar. Ko'rishlar mumkin. Oxirgi modelimiz 4-model. Buni sizlar uchun oldinga chiqarib ko'rsatadi.
mana. Bu bir kishilik variant. Yosh katta otaxonlarimizga juda qulay. Ko'rishlar mumkin. Tablolari katta, hamma ma'lumotni ko'rsatadi. Sidenasi. Buni hamma biladi. Sidenasi old orqa bo'lib suriladi. Bu sidena taklanib ichiga kirib ketadi. Bu modelimizning motor miyalari 8 vatli. Akkumulyatori 20 amperlikdan 5 ta. Oldi orqa tormozlari kalotkali, sakadiskali ko'rishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $8. Vodiy ichi dastavkasi bilan. Buni ham tentlari mana. Orqasi mana shunday material, yomg'ir o'tkazmaydi, suvga chidamli. Tepasi salafan. Qolgan pedalni zamoyini qadab qo'yasizlar. Qolgan pedalni mana bu yerga qistirib qo'ysalar ham turaveradi. Juda chiroyli variantlar bor. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Arzon narxlarda dastavkalar bilan yetkazib beramiz, hurmatli mijozlar. Hamma modelimizga 1 oy garantiyalari bor. Akkumulyatorlarga 1 oy garantiyalarni beramiz. Nimadir muammo bo'lsa, qo'ldan kelgancha inshaalloh chiroyli qilib hal qilib beramiz. Hurmatli mijozlar, pastda yozilgan telefon nomerlariga murojaat qilsalaring, har bir skuterimizni alohida qilib sizlarga Telegrammi, WhatsAppmi video obzor qilib ko'rsatamiz. Qaysi biri ma'qul kelsa, vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bor, yetkazib beramiz. Borgandan keyin bemalol to'lovda qilaverasizlar. Mana modelimiz menga ma'qul, yo'qsa mana bu model menga ma'qul desalar, alohida video qilib ko'rsatamiz. O'zingizga yoqqanini chiqartirib beraveramiz. Bemalol pastda yozilgan nomerlarga murojaat qilaverasizlar.